Yaxshimisizlar, hurmatli o'rtoqlar, bidara dushmanlar. Menga kommentariyada bir necha marta yozishdi. U Abror Muxtorali va Shuhrat Musayev videolarida bilganini gapiradi, bilganini, короче, xohlaganini so'kadi, ularga hech narsa bo'lmaydi deb, ularni masalan jinoyat yoki administrativ javobgarligiga ham tortmaydi deb tushunasizlar. Men nima demoqchi edim o'shanga? Men buni allaqachon sezganman. O'shaning uchun men shunaqa nagli videolar qilyapman. U ikkilovi o'ylamasin, faqat ularga hammasi mumkin deb. Menga hammasi mumkin. Men Yevropaning odamiman, menga hamma narsa mumkin. Endi tushundinglar? Men ham nagli ish olib boryapman. Endi Shuhrat Musayev senga aytmoqchi bo'lgan gapim, esingda bo'lsa kerak, sen anaqa bir bola aytadi-ku, Komil Shvetsiya aytadi-ku, tam agar kerak bo'lsa yevreylar o'zbeklarni tizaga turg'izadimi yoki bir bola qiladimi, meni esimda yo'q. Gapni to'g'risi esimda yo'q, nima degan Komil Shvetsiya. Seni gapirgan gaping ham unaqa доточности esimda yo'q, nima deganing. Lekin esimda bor bitta narsa, что yevreylar o'zbeklardan ustun turadi, umuman musulmonlardan ustun turadi deb shunaqa gap bo'lgan. To'g'rimi? To'g'ri bo'lib chiqyapti. Komil Shvetsiyaning gapi to'g'ri bo'lib chiqyapti. Mana Yulduz Usmonova nima bo'ldi? Lekin bu faqat Yulduz Usmonovaga emas, butun o'zbek xalqiga, basharasiga mana bunaqa chipaq qilib shapaloq bo'ldi, bildingmi? Bo'ldi. Yana bir marta qaytaraman. Komil Shvetsiyaning gapi to'g'ri bo'lib chiqdi. Tushundingmi? Yevreylar har qatdan ham luboy musulmonlardan ustun turadi. Luboy o'zbeklardan ustun turadi. Tushundingmi? Yevreylar yot desa, butun o'zbeklar ham yotadi, butun musulmonlar ham yotadi. Bu meni gapim emas. Mana praktikani o'zi ko'rsatdi. Hayotni o'zi ko'rsatdi. Ko'rding nima bo'ldi? Butun yana bir marta qaytaraman. Sen dalbayobga, sen cho'chqa tupoysan-ku. Senga ming marta qaytarsam kamku. Bu faqat Yulduz Usmonovani yerga urgan deb hisoblanmaydi, yo'q. Yevreylar butun o'zbeklarni basharasiga faq qilib shapaloq qildi. Bo'ldi shundan nima vovolab qoldinglar? Senga o'xshagan o'sha o'zbeklar vovolab qoldi, bo'ldi shundan. Hech narsa qila olmadim men. Endi mana hozir masalan Yulduz Usmonova Germaniyaga borsa, o'sha bo'ladi. U ham yevreylar boplaydi. Luboy g'arbga, luboy mamlakat g'arbni mamlakati demoqchi edi. Luboy g'arbni mamlakatiga borsa, xuddi ish shunaqa bo'ladi. Yulduz Usmonovani ko'taga tepib haydashadi. Shaxsiy meni problemam yo'q Yulduz Usmonova bilan, tushunasizmi? Meni qarshiligim ham yo'q. Bu xotin menga hech narsa yomonlik qilmagan. Men prosta bo'lgan ishni gapiraman, bo'ldi shundan. Endi o'zimni fikrimni gapiraman, nimaga bunaqa bo'lyapti? Umuman nima o'zbeklarni g'arbda hurmati yo'q? Men bir necha marta o'zimni murojaatimni hurmatli Shavkat Miromonovga ham qildim. Masalan, O'zbekiston, bu Ston, Pokiston, Afg'oniston degan narsalarga o'xshagan narsa, tushunasizmi? O'shaning uchun hurmati bo'lmaydi. O'zbekistonni g'arbda hech qachon hurmati bo'lmaydi. Zato mana nima desam ekan? Shuhrat Musayev maqsadiga yetdi. Zato mana Iron, Pokiston, Afg'oniston O'zbekistonni juda ham hurmat qiladi. Shu Yulduz Usmonova gapirgan gapiga bo'yicha o'sha yevreylarga qarshi. Shaxsiy men eshitmaganman nima gapirgan Yulduz Usmonova. Men yana bir marta qaytaraman. Men umuman eshitmaganman nima gapirgan Yulduz Usmonova yevreylarga qarshi. Men bitta narsani tushundimki, nimanidir yevreylarga qarshi gapirgan ekan, tushunasizmi? Qalay endi Shuhrat Musayev so'yinyapsanmi? Ana O'zbekistonni endi musulmon mamlakatlarda endi hurmati bo'ladi. Zato g'arb mamlakatlarda hurmati yo'g'ida hech qachon bo'lmaydi endi. Endi yevreylar luboy vaqt o'zbeklarni amini chiqazaveradi, tushundingmi? Bir marta amini chiqazdimi, endi pashlo poyexala bo'ladi. Har mahal amini chiqazaveradi. Chunki men ming marta aytganman, men bu O'zbekistondan ston degan narsasini olib tashlash kerak umuman. Umuman mana o'zbeklar yozyapti kommentariyada fuqaro degan narsa ham juda ham yomon ekan. Fuqaro degan narsa bu sluga. Tushunasizmi? Lakey, sluga. Xizmatchi degani, sluga, lakey degani bu anaqa, qarchi oyoq kiyimni tozalaydigan chimodan ham battar narsa, tushunasizmi? Shunaqa narsalarni menga yozishyapti. Men buni ham bilmayman, fuqaro nimaligini. Menga shunaqa deb yozishyapti, tushunasizmi? Endi fuqaro xuysnimku, ana Stonni 100% olib tashlash kerak. Bunaqa O'zbekiston, Ston, Pokiston, Afg'oniston, faqat mana shu Ston bor. Hurmatli Shavkat Miromonovich, faqat mana shu Ston degan narsa bor. O'zbekistonning hurmati hech qachon g'arb mamlakatlarida bo'lmaydi. Faqat O'zbekiston 100% dunyoviy sistemasiga o'tmaydi. 100% aytaman. Men chala-chulpa dunyoviy mamlakat uni gapirayotganim yo'q. Hozir afsuski O'zbekiston chala-chulpa anaqa dunyoviy mamlakat. 50% yoqda, 50% bu yoqda, даже men bunaqa hisoblab chiqsam 30% dunyoviy bo'ladi, 70% ikkinchi Afg'oniston bu O'zbekiston 100%. Men nimani ko'rsam o'shani gapiraman. Nimadan xulosa chiqarsam o'shani gapiraman. Chunki men Yevropaning o'zbegiman. Men allaqachon so'z erkinligiga o'rgangan odamman. Yana 100-marta gapiraman. Buni ko'p marta gapirganman. Afsuski Shavkat Miromonovich atroflarida hammasi men bu patxalim. Ishchilari patxalim, mana bu maslahatchilari,
hammasi patxaling. Masalan, Shavkat Miromonovich 2 karra 2 qancha bo'ladi desa, ular 4 bo'ladi deshmaydi. Ular aytadi, "Ey hurmatli Shavkat Miromonovich, 2 karra 2 qancha xohlasangiz shuncha bo'ladi" deb javob berishadi. Tushunasizlarmi? Lekin men o'ylashim bo'yicha unda Shavkat Miromonovich to'g'ri gapni, to'ppa-to'g'ri gapni, bu tanqid emas, bu bor gap. Men hech narsani hozir tanqid qilayotganim yo'q. Men shu videomda bir narsani ham tanqid qilmadim. Men faqat faktlarni gapiraman. Faktlar bo'yicha O'zbekistonni g'arb mamlakatlarida 1 gram hurmati yo'q. Bildinglarmi? 1 gram. Chunki o'sha O'zbekistonga Afg'onistondek qarashadi. O'sha paka mana shu O'zbekiston degan narsasi bor, yana bir marta qaytaraman. Hech qachon O'zbekiston hurmati bo'lmaydi. Paka mana shu O'zbekistonni 50% ko'p, даже где-то 70% o'sha lattalarga o'rab tashalgan o'sha xotinlari paka shunaqa ahvolda O'zbekiston hech qachon 1 gram bo'lsa ham O'zbekistonni hurmati bo'lmaydi g'arb mamlakatlarida. Afsuski hozir O'zbekiston ikkita ustolda o'tiribdi. I vashim, i nashim bo'lib. Bitta tomondan islomiy mamlakatlarga O'zbekiston yoqmoqchi. Ikkinchi tomondan g'arb mamlakatlarga O'zbekiston yoqmoqchi. Bunaqa bo'lmaydi. Men bir necha marta misol keltirdim. U Erdogan. Mana Erdoganning qilgan ishini qaraydi. Erdogan Ukrainaga qurol sotgan. Qurol bergan, Bayraktar, bespilotnik, boshqa qurollarni ham bergan Ukrainaga. O'sha qurollardan masalan Rossiyaning askarlari o'lgan, to'g'rimi? Keyin bo'lsa Rossiya bilan biznes qilgan, neft, gaz, boshqa narsalar, turizm, ko'p narsalar. Erdogan Ukrainani ham ko'tini yalagan, Rossiyani ham ko'tini yalagan. Keyin bo'lsa mana yer qimirlash bo'ldi Turkiyada, bir 200 mingdan oshiq odam o'lib ketdi. Ukraina ham so'yindi va ruslar ham so'yindi. Ana ikkita ustolda o'tirsang, bittasi ham seni hurmat qilmaydi, bittasi ham seni yaxshi ko'rmaydi. Tushunasizlarmi? Yo'q, u tomon bo'lish kerak, yo'q bu tomon bo'lish kerak. Bu chala-chulpa dunyoviy mamlakat, chala-chulpa islomiy mamlakat O'zbekiston hozir shunaqa. Bu tushunib bo'lmaydi bu. Даже mana Ozodlik radiosida ham kimdir aytdi, Ozodlik radio aytgani yo'q. Lekin Ozodlik radioda chiqayotgan odam, intervyu berayotgan kim esimda yo'q. O'sha aytganda O'zbekiston bu dunyoviy mamlakat bo'lib dunyoviy mamlakat emas, islomiy mamlakat bo'lib islomiy mamlakat emas. Tushunasizlarmi? Yo'q bo'lish kerak, yo'q bu yoq bo'lish kerak. Ikkita ustolda o'tirsang, seni hammasi yomon ko'radi va hozir shunaqa bo'ladi. Bo'lyapti. Nima? Islomiy mamlakatlar O'zbekistonni islomiy mamlakatlarga shitasi qiladi, yo'q? Yoki dunyoviy mamlakatlar O'zbekiston dunyoviy mamlakatda shitasi qiladi, u ham yo'q. Nifiga? Mana masalan Albaniyaning aholisi 80% bu hammasi musulmon bo'ladi. Lekin kelgan odamlar даже sezmaydi ham shu Albaniyada 80% musulmonligi. Chunki hammasi ko'rinishi, kiyinishi yevropeyskiy. Bo'ldi, shunday. Albaniya juda ham hozir yaxshigina rivojlanyapti. Turizm orqali, o'zi biznes orqali juda ham chiroyli mamlakat. Anaqa shaharlari, qishloqlari juda ham yaxshi qurilgan Albaniyaning hozir.